bitta kinoda ko'rganman. Hukumat hammasi yaxshi dedimi, demak hammasi yomon. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Doston Shuhratovich va sizlar Doston Shuhratovich kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Videoning nomini obloshkasini ko'rdinglar albatta. Diqqat bilan eshitamiz. Men o'zim shaxsan xuddi shu virusga o'xshagan alomatlar bilan og'riyapman hozirgi kunda. Xitoyda yana karantin e'lon qilindi. Xitoyning Foshan shahrida chikungunya virusi keng tarqalishi oqibatida hukumat COVID-19 davridagi profilaktika chora-tadbirlarini qayta joriy qildi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, mamlakat bo'yicha 7000 dan ortiq infeksiya holati qayd etilgan. Hukumat tomonidan keng ko'lamli dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, aholiga uydagi gul idishlari, qahva mashinalari yoki plastik shishalarda to'planib qolgan suvlardan qutulish buyurilgan. Mazkur talablarga amal qilmaganlar uchun 10,000 yuangacha jarima belgilangan. Qayd etilishicha, chikungunya virusi insonga chivinlar orqali yuqadi va 40 gradusgacha yuqori harorat, bosh og'rig'i, mushak va bo'g'imlarda kuchli og'riq, ko'ngil aynishi kabi simptomlarni keltirib chiqaradi. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi mazkur holatga munosabat bildirib, Xitoyda tarqalgan chikungunya bezgagi O'zbekistonga xavf solmasligini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, xavf solmasligini bildirib o'tildi va koronavirus COVID-19 vaqtida ham xuddi shu gap aytildi. Bu kasallikni tarqatuvchi chivinlar respublikamiz tabiatida uchramaydi. Eng so'nggi xabarlarni vaqt uzda kuzatib va u chivinlar O'zbekistonda uchramas ekan. Ayni damda baxtga qarshi bizning minusimizga yuradi bu adashmasam, qushlar mavsum almashishi davrida yashaydigan hududlarini almashtirib turishdi. Ya'ni qishda keladigan qushlar kelib turibdi bizga. Yozda bizada yuradigan qushlar boshqa davlatlarga ketdi. Menimcha faqat chivinlar shart emas, bu yerda kasallangan qushlarni o'zi ham yetsa kerak. Va sahifamizga obuna bo'ling. Endi mana shu yerda buni orqasidan men yaqinda chiqqan bitta opani videolarini ko'rib qoldim va xuddi mana shu aytgan amallarini men o'zimda bajardim. Sizlarga ham shuni tavsiya qilib qolar edim. Mana shu opamizni boshi baloga qolib ketmasa bo'ldi ish qilib. Dilnozatga Covid qaytadan kirib keldimi? Yo'q, bu Covid emas, lekin yaxshig'ina gucha ega bo'lgan virus ekan. Yana o'zim ovozimni qarang, qachondan beri yaxshi bo'lmaydi. Covid bo'lmasa, lekin o'tib ketish qiyin bo'tirdi-ku. Nechik olam bilan tavsiya berasiz? Avvalo, antibiotiklarga shoshilmaymiz o'rtoqlar. Bu oddiy yo'li bilan virus. Viruslarga esa antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Xalqimizda shunday vahima ko'tarildi. Xo'sh, nima qilamiz? Bu virusga qanday kurashish kerak? Virusga qarshidayan. Demak, birinchi navbatda bizlarga suv yordamga keladi. Ha, oddiygina suv. Siz oddiy suvni turli xil ko'rinishda farzandlaringizga berishingiz mumkin. Masalan, oddiygina shipovnik damlamasi, romashka damlamasi ko'rinishida. Agar qani ichirib olsangizlar, o'rsa sink preparatlarini bolalaringizga ichirib olsangizlar, nur ustiga a'lo nur. Ya'ni biz qancha suyuqlik ko'p bersak, shunchalik organizmni tezroq yuvib virusdan xalos bo'lishina yordam bergan bo'lamiz. Ikkinchi o'rinda esa bizlarga sorbentlar yordamga keladi. Ya'ni Lactofiltrum, Polysorb, Enteraskel kabi preparatlarni qabul qilish orqali biz organizmimizga tushgan yovuz dushmanni bartaraf qilishimiz mumkin. Biz bilamizki, sorbentlar organizmga tushgan turli xil zaharli moddalarni, toksinlarni o'zi bilan birga olib chiqib ketish xususiyatiga ega. Bu virusli kasallik jarayonida albatta biz belgilarga qarshi kurashmasdan ilojimiz yo'q, ya'ni simptomlarga qarshi. Hozirgi kunda bu virusning eng asosiy simptomlaridan biri bu isitma. Isitma 3 kun, 5 kun davom etadigan holatlar bor. Siz albatta farzandingizga yoki o'zingizga isitma tushiradigan preparatlardan, og'riq qildiradigan preparatlardan foydalanib turishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, paracetamol svecha, ibuprofenning svechasi sirop ko'rinishida nimadan foydalanasiz? Masalan, ibuprofen siroplardan kuniga 2-3 mahaldan foydalansangiz bo'ladi.
Ana endi oxirida eng muhim gapni aytaman. Kasallikka qarshi eng zo'r kurashib beradigan bizara preparat bu sizni immunitetingiz. Biz immunitetimizni mustahkam qilish orqali kasallikka eng mustahkam qalqon yaratgan bo'lamiz. Demak, biz vitamin D, vitamin C, sink elementlarini doimiy tarzda qabul qilish orqali o'z immunitetimizga kuch bag'ishlagan bo'lamiz. Immunitet esa bizni shunday turli xil viruslardan, kasallikdan himoya qilishda o'zini katta hissasini qo'shadi. O'z immunitetingizni doimiy ravishda mukofotlab, rag'batlantirib boring. Bu asoslari ishning turli xil viruslarga vaqtida yordam beradi. Rahmat. Xullas, ehtiyot bo'lasizlar, ogoh bo'lasizlar. Mana shunaqa gaplar bitta kinoda ko'rganman. Endi shunaqa deyishga majburmiz. Bitta kinoda ko'rganman. Hukumat hammasi yaxshi dedimi, demak hammasi yomon. Kinoda ko'rganman, fantastik kinolarni ko'p ko'raman. Ehtiyot bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'p gap eshakka ham, menga ham yuk. Like bosinglar. O'zingizlarning sog'liginglar uchun o'zingizlar qayg'uringlar. Oilani sog'ligi uchun ham qayg'uringlar. Oilangizga hammangiz keraksizlar. Men shaxsan o'zim boshimdan o'tkazganligim uchun mana shu kasallik virusi men tavsiya qilib turibman va shu haqida video rolik olishga qaror qildim. Bir kundan oshiq vaqt davomida men temperatura bo'lib yotdim, 39,5 salkam 40 temperatura bilan yotdim va varaja, bu varaja degani qaltiroq. Oldin ichimdan temperatura, keyin tashqari tarafdan temperatura, 2-3 marta yotgan pastelimni almashtirishga majbur bo'ldim, terlab ketaverganimdan. Xonani harorati normal bo'lsa ham yoki sovuq yoki issiq, har xil tushunarsiz holatlar, oyog'i uyushib qolishi, qon bosim temperatura ko'tarilgandan keyin qon bosim menda oshib ketdi nimagadir. Qon bosim oshgandan keyin men bilamanki, menda shunaqa, boshqalarni bilmadim. Menda qonim quyilib qoladi, o'zi davleniyam bor. Bu holat juda menda og'ir o'tdi. Keyin ichki organlaringiz, a'zolaringizda sizni o'zgarishlar qanaqadir virus tushgan paytda qanaqa bo'ladi? Объясни, oshqozonga virus tushgan vaqtda qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa ko'ngil aynishi, qusish, ichi faoliyatingiz buzilishi, mana shunaqa holatlarni keltirib chiqardi shaxsan menda. Meni immunitetim rostdan aytaman, Xudoga shukr, juda ham zo'r. Menga ta'sir qildimi? Demak, bu uncha-muncha odamlarga ta'sir qila oladi, o'z kuchini ko'rsata oladi. Immunitetim yaxshi deyishim sababi men shu kungacha barmoq bilan sanaydigan marta ukol olganman, xolos. Doimiy ravishda ovqatlanishga e'tibor beraman. To'g'ri ovqatlanaman demayman-u, lekin kuchli ovqatlanaman. Menimcha immunitet shundan yaxshi bo'lsa kerak menda. Sizlar ham o'zingizlarni asranglar, immunitetni iloji boricha ko'tarishga yordam beradigan narsalarni iste'mol qilinglar. Agar iste'mol orqali qila olmasalaringiz, lecheniya olsalaringiz ham bo'ladi. Men buni o'z aslida tavsiya qilmayman ximikatda, lekin bu virus yomon virus. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, like bosib chiqib ketinglar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarda shunaqa holat bo'ldimi yoki yaqinlaringizda bo'ldimi? Sizlar qanaqa davo choralarini ko'rdinglar bu haqida? Rahmat.